Bugun erim yuzlariga o'xot qilamiz qizlar. Ketdik. Birinchi skrab bilan yuvib oldilar. Undan keyin men peeling berdim. Bu gurunchli peeling. Chunki yuzlarini o'xot qilmasa, bo'lmaydigan darajaga kelib ketdi. Yuzlarga yaxshi e'tibor bermaganliklari uchun quyoshda qorayib, har xil dog'lar paydo bo'ldi va quruqshirab, po'st tashlab, yorilib ketishi boshlagan edi. Shuning uchun o'xot qildik. Aytganimdek, birinchi skrab, ikkinchi peeling bilan yuvdik. Undan keyin men qora maska qildim. Buruli chuqur tozalov qildik yuzlarini. Undan keyin shuncha narsadan keyin yuzlari tinchlanishi uchun aloe veralik maska qo'yib qo'ydim, ozgina namlanishi uchun. Yuzlarini shunaqa qilib tinchlantirish uchun har xil masajlar qilib qo'ydim. Bir bo'lsa bo'lsin dedim-da. Sizlar ham shunaqa narsalar qilib turasizlarmi? Qizlar, o'zi erkak kishiga o'xat kerakmi, yo'qmi? Shuni ham yozib ketinglar. Videoni shatagacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqazmaydi, chunki meni profilim universal va juda ham foydali. Xullas, maskani olgandan keyin, namligini yaxshilab quritganimizdan keyin menda L'Orealning shunaqa suti bor, ichida magneziumi bor. Bu yuzni juda ham tinchlantiradi. Mana shundan surkadim. Uni ham yaxshi yedirib olganimdan keyin yuzni oziqlantiruvchi serum surkadim. Va yuzlari shunaqangi zo'r momiqqina bo'lib qoldi. Xuddi yosh bolalarning yuzidek bo'lib qoldi. Xo'sh, sizlar o'zgarish sezdinglarmi, sezmadinglarmi? Bu yerda majburlab zo'r degizdim.